1941-yil Nemis armiyasi Sovet hududiga bostirib kirayotgan edi. Tanklar, samolyotlar, millionlab askarlar. Hamma Germaniya bir necha oy ichida g'alaba qiladi deb o'ylagandi. Ammo frontda kutilmagan bir temir maxluq paydo bo'ldi. Nemis askarlari uni ko'rib hayratga tushdi. Oqlar ta'sir qilmasdi. Loyda ham yurardi. Qorda ham to'xtamasdi. Bu T-34 tanki edi. Ba'zi tarixchilar uni urush taqdirini o'zgartirgan tank deb ataydi. Bugun siz bilan aynan shu afsonaviy tankning sirli yaratilish tarixi haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki T-34 yaratuvchisining taqdiri sizni hayratda qoldiradi. 1930-yillarning oxiri Sovet armiyasidagi tanklar eskirib qolgan edi. Ular sekin edi, zirhi kuchsiz edi va jang maydonida uzoq yashay olmasdi. Bu paytda Germaniya esa yangi qurollar ishlab chiqarayotgan edi. Gitler katta urushga tayyorlanayotgan edi. Sovet rahbarlari tushundi. Agar yangi tank yaratmasak, urushda yutqazamiz. Va aynan shu paytda sahnaga oddiy bir muhandis chiqadi. Uning ismi Mixail Koshkin. Mixail Koshkin. Koshkin boy oilada tug'ilmagan. U oddiy ishchi oilasidan edi. Bolaligida qashshoqlikda yashagan. Ammo unda bitta kuchli narsa bor edi. Goya. U shunday tank yaratmoqchi edi. Tez, kuchli va deyarli yo'q qilib bo'lmaydigan. Ko'pchilik uning ustidan kulgan. Chunki o'sha davrda qalin zirhli tanklar juda sekin yurardi. Tez tanklar esa juda zaif bo'lardi. Ikki narsani birlashtirish imkonsiz deb hisoblanardi. Ammo Koshkin boshqacha fikrda edi. U tarixni o'zgartiradigan qaror qabul qildi. Koshkin tank zirhini oddiy emas, qiya shaklda yasadi. Bu oddiy detaldek tuyuladi. Lekin aynan shu narsa T-34 ni dahshatli qurolga aylantirdi. Sababi, snaryad tankka tegsa ham zirhdan sirpanib ketardi. Natijada tank yengil bo'ldi. Ammo himoyasi kuchaydi. Bu texnologiya keyinchalik butun dunyo tanklarida ishlatildi. Ammo bu hali hammasi emas edi. T-34 ning dvigateli ham boshqalardan farq qilardi. Ko'p tanklar benzin ishlatardi. Urushda esa bu olim bilan teng edi. Bitta zarba va tank yonib ketardi. T-34 esa dizel dvigatel ishlatardi. Bu uni xavfsizroq qildi. Tank juda tez yurardi. Eng dahshatlisi esa, u loy va qor ichida ham harakatlana olardi. Rossiyaning sovuq qishida bu nemislar uchun haqiqiy kabusga aylandi. 1940-yilda Koshkin juda xavfli qaror qabul qildi. U yangi tankni Moskvagacha haydab borishga qaror qildi. Yuzlab kilometr qor, muz, yomg'ir. Ammo T-34 biror marta ham to'xtamadi. Tank Moskvaga yetib borgach, Sovet rahbarlari hayratda qoldi. Darhol ishlab chiqarishga ruxsat berildi. Ammo bu safar Koshkinning sog'ligi yomonlashdi. U sovuqda og'ir kasal bo'lib qoldi. Va eng achinarlisi, T-34 yaratuvchisi urush boshlanishidan oldin vafot etdi. U o'zi yaratgan tankning afsonaga aylanganini ko'ra olmadi. 1941-yil Germaniya Sovet ittifoqiga hujum qildi. Nemis tanklari Yevropani egallab bo'lgandi. Ular o'zini yengilmas deb hisoblar edi. Ammo keyin ular T-34 bilan to'qnashdi. Nemis askarlari shokka tushdi. Ularning ko'p tanklari T-34 zirhini tesha olmasdi. T-34 esa tez edi, kuchli edi va son jihatdan juda ko'p edi. Ba'zi nemis generallari keyinchalik T-34 biz kutmagan dahshat edi degan. Urush davomida Sovet ittifoqi 80 mingdan ortiq T-34 ishlab chiqardi.
Bu tarixdagi eng mashhur tanklardan biriga aylandi. Ko'pchilik tarixchilar shunday deydi. Agar T-34 bo'lmaganida, Sovet ittifoqi urushda yutqazishi mumkin edi. Bugun ham T-34 oddiy tank emas. U g'alaba ramzi, temirdan yasalgan afsona va tarixni o'zgartirgan mashina edi. Xulosa qilib aytganda, T-34 oddiy tank emas edi. U Sovet ittifoqining umidi edi. Millionlab odamlar urushdan qo'rqayotgan bir paytda aynan shu temir mashina frontdagi vaziyatni o'zgartirdi. Uni yaratgan inson Mixail Koshkin oddiy muhandis edi. Ammo uning g'oyasi tarixni o'zgartirdi. Piezir, kuchli dvigatel va oddiy, ammo dahshatli konstruksiya. Bularning barchasi T-34 ni urushning eng xavfli tanklaridan biriga aylantirdi. Nemis armiyasi uni ilk bor ko'rganida ular shuni tushundi. Bu oddiy qurol emas. Bu yangi davr boshlanishi edi. T-34 jang maydonlarida nafaqat tank sifatida, balki umid ramzi sifatida harakat qildi. U qorli yo'llardan o'tdi, yonayotgan shaharlardan o'tdi va millionlab askarlarning hayotini saqlab qoldi. Eng ta'sirlisi esa shuki, T-34 yaratuvchisi o'z ixtirosining tarixga aylanganini ko'ra olmadi. Ammo uning nomi bugun ham yashab kelmoqda. Chunki ba'zi insonlar qurol yaratmaydi. Ular tarix yaratadi.